emotsiya bilan kiydirolmayman. Mana shu dvochkamiz bir kunda sotilib ketgan desam ishonasizlarmi? To'g'ri eshitdinglar, bu dvoykamizni bir kunda sotib tugatganmiz. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Bu dvochkamiz ham naryadniy, ham poshidniyatga kiysa bo'ladigan koftochkasi, rubashka va shunaqa shimidan iborat. Bunimizdan bitta dona razmer qoldi. Podrastkovoy qizlar uchun yana shunaqa rubashkamizdan bor. Bundan 3 ta dona razmeri qoldi. Mana shu jinsiy kurtochkamizdan ham bitta dona qoldi. Juda ham tez sotilgan, ya'ni kачествоsi zo'r bo'lgan. Ichidan shunaqa xibishni podkladli bo'lgan ko'ynigimiz. Bundan ham bitta dona qoldi. Oversize variantda futbolka xohlaganlar uchun shunaqa futbolkamiz bor edi. Bu futbolkamizdan ham bitta 9 yosh razmeri qoldi. Oversize variantda podrastkovoy qizlar uchun futbolkamiz kelgan edi. Bundan 2 ta dona razmeri qoldi. Ko'rib turganingizdek, bizda juda ham tez tugaydi tovarlar. Agar sizlarga ham shunaqa stilni, ham modni, ham hamyonbop narxlarda kiyimlar kerak bo'lsa, bizga direktga murojaat qilinglar. Xohlasanglar magazinimizga kelib, xohlasanglar dostavka xizmatimizdan foydalansanglar bo'ladi.